Hörmətli televizor görücülər, hazır görüyatqanlar Şinjan televiziya stansiyasida Xoyu Mədəniyyət Taqıt şirkəti bilan Şinjan Əlbidar Mədəniyyət Media çəklik şirkəti birləşib, İmran Xalqara Sot çəklik şirkətinin qolluşida yolu qoyğan nutq sözləş xarakterdagi programma ular şundaq deydi. Biz bu programmamızda hər sahə, hər kəsbdəki nəticə qazanğan və yaxşı muvaffəqiyyətə erişən şəxslərni təklif qılıb, ularninki hayat keçirmişləri və turmuş təcrübələri bilan ortaqlaşımız. Əmsə əməylə birlikdə bir VCR görüntüyle. Mana bu mehribon kishi bizga ozroqmi notanish emas. U ataqliq shoir, yozuvchi, jamoat arbobi, Jungo yozuvchilar jamiyatining a'zosi, professor, yangi davr Uyg'ur adabiyotining ko'zga ko'ringan vakili, ustoz Bog'da Abdulla. U 40 yilga yaqin o'qitish, adabiy ijodiyat jarayonida bir tirishchan o'qituvchi va o'ziga talabni qattiq qo'ygan bir shoirga xos fazilati bilan keng jamoatchilik tonildi. Lirik shoir Bog'da Abdulla 13 yoshidan boshlab she'riyat dunyosiga kirgan bo'lib, uning Bahor g'unchilari, Yelkan, Salg'i teshi, Qiz qal'asi qatorliq she'riy to'plamlari nashr qilingan. U o'qitish xizmati bilan shug'ullanish jarayonida oliy maktab til adabiyot o'qitish programmasi, yeziqchilik o'qitish programmasi qatorliqlarni tuzishga qatnashgandan boshqa, yeziqchilik to'g'risida, yeziqchilik ilmiy nomli darsliklarni tuzib chiqdi. She'riyatdagi bo'shliq 21-asrdagi Uyg'ur she'riyati nomli ilmiy maqolalar to'plami uning ilmiy tadqiqot natijalaridir. Avtorning rivoyat tusini olgan Salg'i teshi nomli dostonimi jamiyatda belgilik ta'sir qo'zg'agan. Bog'da Abdullaning she'rlari Xanzu tilidan boshqa rus, qozoq, o'zbek tillariga tarjima qilinib, shu tillarda chiqadigan jurnallarda orqa-orqadan tanishtirilgan. Uning yeziqchilik ilmiy nomli darsligi Ma'arif ministrligi tomonidan osonlik millatlar darslik asarlarini baholashda 2-darajaga, avtonom rayon bo'yicha 1-darajaga erishgan. Bugungi programmamizniki aziz mehmoni bo'lsa, Şinjan Üniversitetining adabiyot fanlari professori, jamoat arbobi, shundaqla ataqliq shoir, yozuvchi Bog'da Abdulla efendim. Qani qarshi olamiz, ha? Bog'daga ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Shunda yaxshi turibsiz, ha? Qanday qilib shunday yaxshi turyapsiz? O'zim bilmayman. O'zim bilmayman. Menimcha odamlar o'zini bilmasa yaxshi, ha. O'zini bilsa yaxshi tura olmaydi. Eng yaxshisi shu o'zini bilmasa, o'zini unutgasa intan yaxshi. Ya'ni ma'lum bir xizmat bilan o'zini unutgasa intan yaxshi. Shunga men bir ya shoirning bir she'rini o'qigan ayni vaqtda, ya'ni o'zingni unutib ket degan she'ri, ha. Mast bo'lib ket degan she'ri. Bu Bodlerninki, ya'ni shu simvolizm adabiyotining peshvosi Bodlerning she'ri. Mast bo'lib ket degan she'ri. Sen cho'qim bir ish bilan mast bo'lib ketishing kerak. Yoki she'r yozish bilan, yoki riyosatchilik qilish bilan va yoki tomoshabin bo'lish bilan deb. Mening bilishimcha siz she'riyat sohasida uzun yil emgak qildingiz. Hozirgacha necha poj to'plam chiqardingiz? 15 ga yetib qoldi. 15 ga. 15 she'rlar to'plami, ha? Bo'lib, adabiyot o'qitishlik jihatdan nurg'un xizmatlarni qildingiz. Sizga shu adabiyotga qizg'inlik zodi nereden kelgan? Adabiyotga qizg'inlik bola vaqtimda paydo bo'ldi. Shu boshlang'ich maktabda o'qiyotgan yilda buningda sinfdagi saboqdoshlar ba'zilari rasm chizish qiziqdi, ba'zilari to'p o'ynashga, ba'zilari yana boshqa sohalarda. Lekin men o'zimni qanday kirib qoldim? Uqmayman. Shu she'r qiziqib qolibdimi? Atrofimda og'aynilarim bo'lgan, ularning ta'sirim bo'ldi. Lekin muhimi nima desa, men bola vaqtimda momam bo'lgan. Mana u savodsiz o'qimagan. Lekin hozir o'ylasam, nihoyat cho'ng faylosofga. Dehqonning qizi, Lyukshin tug'ilgan. Lekin qo'shiqlar, cho'chaklar, rivoyatlar nihoyat jiq aytib beradi. Uning lekin turmush muhiti jihatda men ko'proq Lyukshin izlarida bo'ldim. Ko'rdim.
haq emgekni qanday qildi, buğdayni qanday teriydi, ho'sulni qanday oldi, ketmanni qanday chapadi. Muşlar keyingi vaqtlarda mening turmushga bo'lgan ko'z qarashim, turmushni his qilishim, o'rganishimga nihoyatda zo'r ijtimoiy asos bo'lib qoldi, eski bo'ldi. Bizning dehqonlarning ichida nurg'unlagan ko'milib qolgan faylasuflar jiqqu deymi? Albatta. To'g'ri deymiz. Haqiqiy faylasuf bizning dehqonlar. Ya'ni xalq amaliyotda nurg'un ishlarni o'zgartiradigan, nurg'un taraqqiyotlarni belgilaydigan yana xalqning kuchi, Shundoq. Bu'dika bir nutq so'zlab bersiz, Assalomu alaykum. Bu yoshda sahnaga chiqish oson emas. Salomatlik bir gap, oila, ishlarmi ko'p. Lekin televiziya bu endi bek muhim bir soha. Bularning faoliyatini qo'llamay bo'lmaydi. Shundan kelib qoldik. Men hozir gapning rosti kasbiy o'qituvchi. Men 38 yil oliy maktabda o'qituvchilik qildim. Endi pensiyaga chiqqandan keyin mening o'qituvchiligim qap meni butun xalq shoir deb ketdi. Buning ma'qul. Lekin mening demoqchim men zaka o'qituvchi. Vallahi vaqtlar Urumchida o'tdi. Vaqtga Urumchi endi bir afsonaviy rivoyatga o'xshaydi. Urumchi daryolarida suv eqib turgan, gullar echilib turgan, chig'irtmoqlar bo'lgan, daraxtlar bo'lgan, yop-yeshil bir manzara. Tinch. Ash kechalari ko'chalarda chaponlar dolasiga artib, naqsh etib yurdigan yoshlar, yigitlar bo'lgan, garmon chap, jirlaydigan yigitlar bo'lgan. Shundoq bir muhit. Shu millat o'zining odamlarini, ziyonlarni tonish kerak. Dehqonlar tanıydı ekan, lekin ko'p sondagi odamlar tanimaydi ekan. Men qiziq bir narsa beray. Men yaqinda davolanish uchun Xotanga bordim, 15 kun turdim. Yerdagi tep doktorlarga ko'randim. Shuni ketgan vaqt az qoldi, Shirintam deb bir restoran ochilibdi. Tamoq yaxshi dedi, o'shaga birisi boshlab oldi. Shu tomoqni zakaz qilib qo'yib o'tirib, angacha bir ikki odam yanamga keldi, paranglashib qoldik. Mening udulimda bir yigit o'tiribdi. U atlas sotadigan bir do'konning xo'jayini ekan. Shundan bunda qarab, sizlar Uyg'urchani bek yaxshi so'zlaydi ekanlar, nada o'rgangan dedi. Ko'z mushunda qoldi ekan. Lekin dehqonlar shaharga qaraganda dehqonlar aqlli qoldi ekan. Ular televizordan ko'rgan, ya anglagan jiq vaqtlarda, avtobuslarda, yo'llarda tonib qoldim. Yevropada turgan vaqtlarda, men Yevropaga 3 qatim bordim. Bir 13 davlatni ko'rdik. Chalada tonimayman. Uyg'ur tuqqan yo'qlab chiqqan odamlar bo'ldi. Shularni tanib, salom berib ko'rishdi. Shunday. Bu yerda nima desa, shu bir ong bo'lish kerak. Bir madaniyat bo'lish kerak. Bu yerda nima ishkandaq desa, shunday qarsangiz kiyimda harang sarang, yog'liqlar harang sarang, hayron qolasiz. Bir-birini do'rab kiyib olgan kiyimlar, o ranglarning satligi. Bu yerda odam o'zini bilish kerak. Uning bo'yi, turqi, chiroyi, ondan keyin rang. Yevropada men hayron qoldim, Yevropaliklar nima desa, bizdek nim qilmaydi ekan, mayli yosh olsin, mayli qayr olsin, hammasi tantarbiya kiyimlarini chiniqishga ahamiyat berdi ekan. Yana birisi Almuta tarafdagi Uyg'urlar niyat yaxshi ekan dedi. Qanday desam, bolalarni tarbiyalashda salomni o'rgatadi ekan deb. Niyat yaxshi. Kichik bola
o'g'illar qizlar aytsa aytiga o'rnidan turib yuzi yuvib ota onasining qashiga kirgan salom berdi ekan. Biznikilar salommi yo'q, salom bilmaydi, xuddi tanımagan adamdek. Hissiyat, bir qarindoshlik, bir tuyg'u yo'q. Benim teklifim, o'sha nurg'un yoshlar, ata-ona bo'lgan, qiron odamlar, to'y qilmaganlar endi ata-ona bo'ldi. O'sha salomni tashlamasak. Leninning yaxshi bir so'zi bor. O'g'inish, o'g'inish, o'g'inish. Mavzuning ta'kidlagan o'g'inish, o'g'inish, o'g'inish. Shundoq men ko'chlarga diqqat qilman, kasbiy o'qitish dedim. O'sha kitob o'qib yurgan odamlar qanchalik. Ba'zida janob qo'yib qolma. Eng oldi bilan kitobxonaga kirdim. Qarsam saharda kitobxona yana ochilgan 5-10 bola aşağıda xushqashdek o'tirib kitob o'qib ketdi. Shundoq shuning bilan ularga qarab ichim seyrildi. Ularga oila, ata-ona o'g'adan kitob oldigan, shu ehtiyojini qamdaydigan pul iqtisod jihatda ularga qarash kerak, yordam berish kerak. Mustabid hokimiyat Uyg'urlarni o'qishga ruxsat qilmagan, yo'l qo'ymagan. Ayollar o'qisa yomon bo'ldi, erlar o'qisa palon bo'ldi. Shundoq. Shuning bilan onalar savodsiz qoldi, millat savodsiz qoldi. Endi bu kunga kelganda yana o'zimizga mayli bolalarning imkoniyatini to'liqlab bermasak, ata tarix bizni dastlab o'tib ketadi. Şunlaşqa Uyghur dili, ulug' til, klassik til. Nemishka desam men bunga bir misol keltirib beray. Hanzo klassik adabiyotida Qizilroq tushish, Suv bo'yida degan ikki asar bo'lgan. Buni necha yillar burun Uyg'urchaga tarjima qilgan bo'ldi. Shuning bizning maktabda Hanzo o'qituvchilar Uyg'urcha o'rgangan, bir umr Uyg'ur tili kasbilar o'tgan olimlar var. Keyin ular deydi, bu da ma'lum deb xo'shsin. Biz Hanzocha Qizilroq tushishni jiq ko'rgan. Uyg'urlar tarjima qilamiz dedi. Uyg'ur tilining qurbi yetamini deb qo'rqqan. Tarjima qilingandan keyin Uyg'urcha Hanzochini selishtirsak, Uyg'urcha Hanzochidan ustun bo'lib ketibdi. Til degan fasohat. Bek fasohatga. Türkiye'de nima desa, ilmiy gap. Uyg'ur she'riyati ulug' she'riyat. O'sha Hazrati Navoiydan tortib bu kungacha keldi. Buni yo'qitib qo'ysak bo'lmaydi, ham yo'qitib qo'yadigan narsa emas. Bu taraqqiy qiladi. Bu shoir degan nima desa, bir millat, 1 millionning ichidan 1 million odamning ichidan biri chiqadi, yo chiqmaydi. Yevropa qanaqa qaraydi desa, she'rga baho berganda ulug' she'rlar, yaxshi she'rlar, nachar she'rlar, mushundaq turga ayiradi. Ulug' she'rlarni bayqaydigan odam kim desa, ulug' kitobxonlar bo'ladi. Shuning ichida hammasi bayqamaydi. Bir odam dastlab bayqaydi, keyin uning ergashadi. Men oldingi yili 8 ayda Lopnor jurnalistlik yig'ini oldu. Qomul nimaga Lopnorga bordim. Keyin yig'in tugdi. Shoir bola yaqin inla meni nimaga ketdi. Nimaga Kuchaga. Shu bordim, bir mehmonxona turdim bir kuni. Bu ko'chada odamlar nima qilyapti, nima emas, men ko'msam bo'lmaydi. Shu qarayapman, qarsam bir do'qmishda bir bola o'tiribdi. Bir eski tağa, onun üstüge aş bağlam gül. Helik güllerinin çıraylıqlığı hayran kalsın. Şununla yine badım. Ne şeyi setatsız ufkanlısın? 5 koy dedim. Avrupa'da onda güllerini 100 koy, 100 son bilen satırken. Ma bizde 5 koy. Helik balının soda ya var ya yok. Şunu içim ağrı etti.
Yo mu turmuş helakçilikler maşını kılman dedi. Şununla yeni bir oturup gül satığa hukuk ben tat aldım. Özüm hayran kaldım. Gül ağılı geldi. Neçede 20 so'm dedim. Şununla 10-20 setip verdim. Keyin qarsam kelgan adamlar bek qimmat ko'rdi. O'g'ay 15 so'm dedim. Keyin yana birisi keldi. Aka 8 so'm bo'ldimiz vardı. Bir bağlan bir elan dedim. Aşında. Adamlarga qarab o'tman. Her gülning güzelligini his qilganlar kelib oldi. Nurg'un odam kallada. Yilqi gulni ko'rdi, aql ko'zni ko'rmayotdi. O'tib ketdi. Guldan ko'zlab bir she'r yozdim. Ash turmushdan kelyotdi. Shundoq. Biz go'zallikni qanchalik bayqadik, qanchalik ko'rdik, qanchalik tushundik, qanchalik ip oldik. Hozir gap nima desa, mushu tarix, mushu yuk avlodlarga sizlar qoldi. Mushu yukni ko'tarib mang'alaymizmi, mang'almaymizmi? Biz qanchalik tayyor turamiz, biz qanchalik ajr qilishimiz kerak? Bu yoshlarga omonat ish. Ahiri nurg'un japalarni tatib, nurg'un go'harlarni oldingiz, ha? Siz olgan go'harlarni qaysi narsani go'har deb qaraysiz? Go'har desa mag'lubiyat. Mag'lubiyatni bir go'har. Mag'lubiyat bir go'har. Ha, go'har. Men nima ishga desangiz, o'qituvchilikda mag'lub bo'lmadim. Mush ijodat qalam tutib etib, nurg'un narsalarni o'ylayman, qog'ozga tushagilmaydi. Shuning bilan men bek jahil. Bir misra yozman. Bo'lmay qolsa yirtaman. Men shu Urumchidagi cho'ngliqdagi qog'ozni yirtib tashlatdim. Uni o'qimayman. Urumchidagi. Abdullah Ustaz, yaxshimisiz? Yeshingiz 70 yoshda eshibmi? Hamda yezqichilikni hamda qalam tashlabsiz. Bu haqiqatan hamma kishining hurmatini va qoyilligini qo'zg'aydi. Men sizdan shuni so'rab baqsam, hozirgacha qancha she'rlar to'plamingiz o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi? Buning ichida siz qaysi she'rlar to'plamingizni eng yoqtirsiz? Shoir degan bug'doy degan odamga o'xshaydi ekan. Her yıl buğday teriydi. Bu yıl teriydi, kila yıl teriydi. Qaysi yıl tegen buğdayım yaxşıdı deb o'ylamdi, o'ylamamdi bir gap. Lekin menda bir johillik bor. Men qalam tashlamadim. Izchil. Bu nima ishga desangiz, yosh bilan she'r münasebet yok. Bunu çokum biliş gerek. Yaş çoğup geçse zamaydı, onda felsefem yok. Onda kanuniyet mi yok. Gep nima desa, baş sağlam buluş gerek. Şeriatga qiziqadigan adamlar jiq. Lekin mening qanchalik deganni o'ylash kerak ekan. Masalan, bir sinfda 50 o'quvchi bor desa, hazır ata-onalar 50 o'quvchiga bir xil talab. 50 talab emas, bir xil talab. Cho'qim 100 olsan deydi. Qanday 100 oldi? Odamning mevasining echilishi gullarning echilishiga o'xshaydi. Ba'zi gullar 2-chi oyda, 3-chi oyda, 12-chi oylarda. Mening tadqiqotim, mening ko'z qarashim bo'yicha dal shunda qoldi ekan. Masalan, Amerikaning Nobel fizik mükafatına erişken oldimi Einstein bo'lgan. Einstein bala vaqtlarda sinfda nachar o'quvchi, 4 o'quvchi deb qaralgan. Shuningdan bir qatim uningga bir narsa yasab kelinglar deb o'qituvchi bir vazifa berdi. Bular hammasi yasaydi. Akiladi, ko'rdi. Ma yaxshi deb Einstein kelganda sen yasig'ing bo'lmabdi. Bundami yaramsiz narsa yasamsan dedi. Ma'qulday ketdi, azcha qat yasab akildi.
Akasi o'qituvchi ko'rib, bo'lmaydi dedi. Desa, Einstein nima deydi? Mo'lam siz diqqat qiling. Ma bugun yasig'inim tunanki qolganda yaxshimi, emasmi dedi. Hatto maktabdan chiqarib etamiz degan. Keyin nima desa, nisbiylik nazariyasida. Ma cho'ng bir nazariyani yaratdi. O'sha maktabdan chiqarib etamiz 4 o'quvchi degan Einstein kalisi ichib, keyin dunyoni saran qilyapti. Hozir osmonga, yulduzlarga qarab menayotgan harakatlar o'sha Einsteinning nisbiylik nazariyasining kuchi. Shunday. Endi siz so'radingiz, men yilqi ma seni yazib, ya ma kitap, a kitap qaysi yaxshi deganni o'ylagan emas. Nima desa, bu xuddi ko'rik yasagan injenerning xayoliga o'xshaydi. Bir ko'rikni yasab oldi, tashlab etdi, unutib ketdi, yana bir ko'rikni yasaydi. Ko'rikdan o ikkinchi qatim huzur olmaydi. Assalomu alaykum, Bug'dodlar olim. Oltin kunlar zamon bo'lsin. Ismim Nabijon. Men adabiyot kasbini bir o'quvchisi shundaqla bir oddiy she'riyat havaskori. Bo'lishim bilan shu sizning baytaq nutqlaringizni anglab nurg'un bilimlarga shu ham aktiv energiyaga bo'ldim. Endi meningki o'zimdan beri sizdan so'rashga arzu qilib kelgan bir qancha savolim bor edi. Shu bitta so'rab olsam. Sizningki ayni vaqtda biz to'liqsiz o'tirib o'tyapmiz darslikida, adabiyot darslikida hammamiz o'qib kelgan ana nomli she'ringiz bor. Biz uni hammamiz sevib o'qigan. Ko'pincha kishilar sizni shu she'r orqali tanigan deb o'ylayman. Shu she'rni yozgandek ayni vaqt hissiyotingiz va shu she'rningki oxir ko'rinishini, ijtimoiy oxir ko'rinishini bizga so'zlab bergan bo'lsangiz, shu vaqt hissiyotingizni anglam keldi. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Ana she'r bir asar 83 yılda. Bu keyin boshqalarni so'radi mendan. Bu she'r qanday yozildi dedi. Bu she'rni yozganda momamni prototip qildim. Lekin nurg'un anılarni ko'rdim. Shu Lyukchenko arizlarida, Turpallarda, Vadlarda, keyin To'qsinda, shuna. Bir nima desa, emgekçi. Bizden anılar emgekçi. Meyle ailede olsun, meyle cemiyette olsun, meyle etizde. Olanın yükü fevkalade eğer. Mesela şu vaxtlarda Ürümçi'de bulduk, ben balı vaktim. İnsan balı vakti da rast gelip kalganda aciz. Mesela ben şu bir aciz balı. Lekin şu mahalledeki hoşla anılar olgan. Ular kördü, başlarımını sılaydı, ekildi de, toy, merkilerde, kempitler olurdu. Aklap verdi, yancımız hep koydu. Bu bir xil mehribanlık, bir xil kuyumçallık. Bunda ise bu bir xil terbiye. Şu vaxtlarda yana dikkat kılman, bizning mahallede cık ballar oldugan. Hazır bir sim kalmaptı. Şoq ballar. Boğan gep anlaydı ya anılmaydı. Aslında bir yağışçı adam bulduğun bizden hoşuna. Bir balısı vardı, dökçek. Anısını vururdu, bir gözünü koyuyordu. Balık kılıyordu maşını. İcabi cihettedir, selbi cihette yok emas başında. Şunu olan kallamga onun dikin. Anılarını düşünüş, anılarını uluklaş, anılarını medhileş. Geldi. Bunu yeziş gerek. Şunun olan, hani şeriatte aruz vezinligen var bu. Klasik şekil. Barmak azımba, kesekmin kılıpe. Bunun cık yap kılınmaydı. Ahire erkin bir şekil. Nim kıldım? Ahire şu men deydiğen geplerini özüm bir xas şekilde ifadeliğiyle bulup dep şu çeşme şekilde yazdım, şe'r bitti. Bu bir xil karanlık.
lekin she'r yozilib bo'ldi, qo'rqdim. She'r bitdi, buni e'lon qilish kerak. Millat, xalq qabul qilamdi degan bir masala. Chashma she'r bizda odat qo'shiqlar barmoq izida. Arzum bor. G'azal shakllar. Mau endi hech kim bizda yozilib boqmagan bir shakl. Xalq qabul qilamdi dedi. Endi eshitdim, qo'rqdim. Keyin marhum ustoz Tepsa Aliyev bu she'rni ko'rib, men endi ularga jiq agashdim. Nima desa, bir eg'iz gap bo'lsa o'rganib olsam bo'ladi degan. Hozir o'zim xato qilmabman. Tepsan kim ko'rib, burada musha she'r yaxshi yozilgan dedi. Bu odam yaxshi yozilgan degani nachon bor. Mush umrda mush anani yaxshi yozilgan dedi. Xo'sh oldum. 84-yil televiziyaga boshlab keldi. Musha zallarga. O'zi 6 oy yozgan she'rlarni o'qidi. Men anani o'qidim. Keyin radioda ba'da e'lon qilingandan keyin bu she'r analarga yarab ketdi. Analarga yarab ketdi. Hammasi xush bo'ldi. Shundaqa bu she'rga bo'ladi degan tamg'ini butun analar bastı. Ben onundan hoşal olub ketdim. Rahmat. Assalomu alaykum, Bug'da Abdulla muallim. Mushu program orqali sizning darsingizni anglash fursatiga erishganimdan intayin xush bo'ldim. Men Xinjiang universitetidan Aynur. Mening sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz oilada kuyimchan mas'uliyatchan dadillik obrazini ado qilib kelyapsiz. Ailangiz va farzand tarbiyalashingiz to'g'risida his qilganlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz, yana bir savolim, sizning farzandlaringiz ichida sizdek adabiy yoziqchilik bilan shug'ullanayotganlar bormi? Rahmat. Gapning rostini qilganda, men oiladagi 2 o'g'lim bo'lgan. Biri cho'ng Urumchida, yana biri Norvegiyada yashab qoldi. Ularni o'tirib mundaq deydigan ish bo'lmadi. Nima desa, men maktabda avlod tarbiyalashga butun zehnimni sarf qildim. Uyda o'tirib balam ma deydigan gap bo'lmadi. Bu vaqtlarda bolalar kichik madaniyat inqilobi boshlanib ketdi. Men yangi xizmatga chiqqan. Endi xansuzcha aytganda kitob xoldisi, kitobning ichida bo'ldim. 60-yilda universitetga keldim, 65 tugatdim. Ne xizmat taqsim qildi degan masala oldimizda cho'ng bir masala. Qolgan bolalarning hammasining dadasi falan nazir, piston nazir, hammasi amaldorning bolalari o'tir maktabda. Dashoyda o'qidik bir sinfda. Ularni yiroqdan kelgan, yaqindan kelgan. Men xizmat nada bo'ladi, uni o'qimayman. Tursam Qashqa pedagogika institutida 2 o'qituvchi ketdi. Biri Xansub, biri Uyg'ur. Ular sizni Qashqaga ketsak deb keldi, boramiz. Shuning bilan momamga maslahat soldim. Apa, mashina deydi, qanday qilman desam. Hozir qatnash yaxshi bo'lgan ekan. Alımız deb kelgan bo'lsa, babalam dedi. Shukr dedim, momam rozilik berdi. Shuning bilan ular borman deb qo'ydim. Keyin taqsimot to'g'risida fakultet yig'ini ichildi. Birinchi Bug'da Abdulla Xinjiang universitetida o'qituvchi bo'lib qoldi dedi. Degandan keyin o'zimni cho'chib ketdim. Shuning bilan dars kirsan dedi. Somkani ko'tarib ders kirdik. Assalomu alaykum, Bug'da Abdulla muallim. Va alaykum assalom. Mening ismim Abduvoyid, Xinjiang universitetining o'quvchisi. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz pensiyaga chiqqandan keyinmi har turli faoliyatlarga izchil qatnashib kelyapsiz. Mayli Shimol Xinjiang olamda, mayli Janub Xinjiang olamda, hatto yezidagi dehqonlar orasida chunqur ta'sirlarni qoldiribsiz. Mushu jarayonlarda siz nurg'unlagan ta'sirli ishingizlarni beshingizdan o'tkazgan bo'lishingiz mumkin. Mening so'ramoqchi bo'lganim mushu jarayonlardagi
sizga eng ta'sir qilgan bir ish ustida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. İcadiyet degan bu boshqa narsa. Bu yoshlarning ichida uyning ichida o'tirib she'r yozaman, asar yozaman deydiganlar bor o'xshaydi. Bu she'r hayot bilan bevosita tutishadigan narsa. She'rning qon tomiri nima desa, turmushga, xalqqa, millatga berib tutishadi. Madaniyatga berib tutishadi. Tarixga berib tutishadi. Shunday. Bu yerda boshqa misollarni jiq demasam bo'ldi. Men 6-oyda 90ga bordim. 90 desa men burun jiq o'tgan. 90 o'sha bir o'tang deb tushunibdiman. Bu yerda 90da nihoyat jiq narsa bor ekan. Men necha yil ilgari bir G'arbiy Shimol qalamkashlar yig'iniga qatnashdim. Chet ellik mehmonlarmi keldi shu yerda. Shu yerda Sherix Uyg'ur olimlarim bor ekan, ular bilan ko'rishib qoldim. Ularning tili, qadimiyat to'g'risida so'zlashdik. Shuningla ular qadimgi qo'shiqlardan birini o'qib berdi. 90 borgan ekan o'qisam, Qaratog' 90 ekan. Xo'sh oldum. Heli qo'shiqlar aşağıdan chiqqan. Ularni so'zlashdim. Qadimgi tillar to'g'riliq. Qaynapani nima deydi desa, ular atalg'ularni, hukmlarni aynan saqlab qolgan. Qaynata deganda qiz ota deydi ekan, qaynapa deganda qiz ana deydi ekan. Nihoyat chiroyli. Assalomu alaykum Bug'd Abdulla muallim. Yaxshimisiz? Men Shinjon Ilm va Uchuv instituti o'quvchisi Maynur. Sizlar shu sahnada yuz turan turib ko'rishish fursatiga erishganligimdan ham sizning nutqingizni anglaganligimdan intayin xursandman. Muallim davrning taraqqiy qilishi, kishilik aloqaninki taraqqiy qilishiga ergashib, kishilarda kitob o'qish, she'r o'qish qizg'inligi suslab ketyapti. Siz bu shu she'riyatninki bundan keyingi taraqqiyotga qanaqa qaraysiz? Bu shaxs so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Bu yerda butun bir she'riyat nuqtasini olganda Uyg'ur she'riyati chekinmadi. Taraqqiyotida. Taraqqiyotida emas, dunyo she'riyati bilan teng ketyapti. Mamlakat shunday. Mamlakat bilan teng ketyapti. Dunyo she'riyatini ishib ketdi desam bo'ladi. Mena deganim xato emas. Nimishga desangiz, bu she'riyat, turmush dedim, arxeologiya dedim, rivoyat dedim. Rivoyatmi nihoyat qaltis narsa. Endi bu taraqqiy qilib nega desa, bizning she'riyatimiz osmonga chiqyapti. Bu yerda masalan ilmiy nujum deydi, astronomiya. İpadaş jihatda biz astronomiyalik mazmunlarni aks ettiryapmiz. Bu cho'ng nuqta, bu umumiy nuqta. Lekin she'r chekinadigan narsa emas. Gap nima desa, yozolmayapmiz. Turmushni ko'rolmayapmiz. Go'ar yotidi sayda, tunimasang ne payda. Nihoyat yaxshi gap. 4 ayning 23-i xalqaro kitob o'qish kuni. Nashriyotlar faoliyat uyushtirdi, imzo qo'yib bergan. Shuningdek kitobxonada bo'ldik. Bir kun ertadan kechgacha imzo qo'yib berdik. Vallahi nurg'un narsalarni akeldi. Kitoblarni qo'l qo'yib imzo qo'yapmiz. Undan keyin xotir daftarlarni akeldi. Onunla imza koyup verdim. Fakat yardım çıkmaydı. 2 bala. Pulu yok kitap aldığım. Bir varaktan kağızını götürüp geldi. Boşluğa imza koyup verdim. İçim bek ağırıp gitti. Koyup verdim. Ne dese kızgınlık. Endi adam buldu dese, helik kitaplarını
imzo qo'yganlari bir gap. Ma 2 baladan adam chiqdi. 2014'te şehriyet müşahire oldu. Cenab-ı Qadık, Uyaygadık, Nurgayalada olduk. Yadım o yığındaki imza koypırdıgan iş oldu. Hatırlayga imza koyduk. Bir çağa qarsam bir küçük bala kepti. 8 yaşında buluş gerek. Yengini içip buğdam aldım. Ma belkimge imza koypırdıgan dedi. Belki imza koypadım. Ne tesirlik bir konuş. Birisi tanterbiye kiyimiken Müsa'ya imza koypırdıgan. Onun koypadım. Yendikiler sen bu çapanı yuvarsan bu imza çıkıp gitti dedi ya katiyi yumayman dedi. Nima desa, moşunun özü şehriyetki nisbeten kızıkış ve ümit. Assalomu alaykum Abdullah muallim. Ve aleyküm assalam. Eng aldı bilen sizinki mush program orqali bizdagi yoshlarga oz bo'lmagan bilimlarni berganligingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men hamda o'zim Şinjan universitetidan ismim Adiljon. Siz mushu 40 yilga yaqin o'qituvchilik hayotingizda bizning Uyg'ur adabiyotimizningki taraqqiyot uchun oz bo'lmagan to'plarni qo'shgan to'pkor ustoz. Hamda mush jarayonda menmi hamda 6 yil bo'ldi adabiyot kasbida o'qiyotgani. Özümü az to'la ijodiyat bilan shug'ullanib kelyapman. Hamda mush ijodiyat bilan shug'ullanish jarayonida bir qator savollar kallamda shakllanganda men shu savollarni sizdan bir so'rab bir ayrimlashtirib olgan bo'lsam. Ya'ni birinchidan masalan mush ijodiyat bilan shug'ullangan vaqtimizda qanday qilib yoziqchilik iqtidorimizni o'stira olamiz? Ya'ni shu yoziqchilik iqtidorimizni o'stirish uchun qaysi nuqtalarga ko'proq diqqat qilsak bo'ldi? Mush savolga bir javob bergan bo'lsangizmi? Rahmat. Rahmat. Yazıqçılıqның başlanışı məşq bilan başlandı. Məşq degan gap bor. Şu yazımız, mağlup bulumuz, yazımız, mağlup bulumuz bu nayet qattiq bir jarayon. Nayet çoğ bir ötkeni. Muşunu ötkenden keyin andın resmi ijodiyat. Ijodiyat degan nima? Hozir endi men so'zlamak istedim, unutib ketibdiman. İcadiyat degani Yevropada original deydi. Original degan nima? Yangi degan gap. Yangi degan nima? Ana fikr degan gap. Ana fikr degan nima? Hech kim demagan, hech kim o'ylamagan, hech kim hal qilmagan narsa. Shunday. Hozir men Andisonda hamma jurnal gazetlarni qaraman. Bir xil tushkunlik bor. Bo'libmi yoshlarda muhabbat to'g'risida. Bir qizni yaxshi ko'rib qoldim deydi. Men o oldu, bu oldu. Oxir meni tashlab ketdi. Men endi menga turmush harom. Men yashashni xohlamayman. Bu butunlay saxta yag'in gap. Naqshladim shundoq. Tushkun. Şunlaşqa sizlardan iltimas. Mushundaq bema'ni, logikasiz, ahmoqona, tarbiya ahamiyati yo'q naqshlarni cho'qim cheklaylik. Mazmun ruh olsun. O'g'illar deganda bir ruh olmamda, uni ro'yini kattandi. Shundaq. Umidvor bo'lish kerak. Assalomu alaykum, Bug'da Abdullah muallim. Yaxshimisiz? Men Şinjan Universitetining adabiyot kasbining o'quvchisi Mehrigul Mahmud. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, insonlarning tafakkur yo'linishi, tafakkurni qanday cheniqtirishi, shundaqla tafakkur doirasining o'xshamasligiga asosan shaylarga bo'lgan konkret yoki abstrakt tunishi o'xshash bo'lmaydi deb qarayman. Sizning hayotingizda she'r nimadan derak berdi? Mushaq so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Yaxshi savol. Endi hayotga nisbatan aytganda baliq vaqtimda yurgakda tekkan kesam. Men she'rni nurg'un yillar qo'g'ildim. Mag'lubiyat. She'r tutuq bo'lmaydigan narsa ekan. Hozirmi she'r qachida men qo'g'layapman. Shu qo'g'layversa odam she'rga aylanib ketdi ekan, she'r odamga aylanib ketdi ekan. Undaq deganim hozir endi
men majburiy bir narsa yozay deydigan xayolda emas, lekin temalar meni to'xtatmaydi. Ishqillarni chekib turdi, yozdim. Bu yerda she'r to'g'risida yaxshi bir savol so'radingiz. Bu yerda O'zbekistonning atoqli shoiri Rahmatulloh Ataqo'zi degan bir büyük şair bo'lgan. Onun bir neçe şiirleri var, yaşlar to'g'riliq. Bir şiirde Quyosh deb mavzu qo'ygan. Nima deydi o desa, bir yosh shoir she'r yozib, o'zining taxallusini Quyosh deb qo'yibdi. Bir o'qib boqay deb o'qisam, bu she'rda chiqayotgan nur Şamning nuridek mu emas deydi. O shoir Quyosh deb taxallus qo'yibdi. She'rlari shamchilik ma'nosida. Bu yerda yana bir narsa taxalluslar to'g'risida hayron sayron. Cho'ng taxalluslar. Hayron qolman. Shundoq. Shu taxallusni ko'tara oladigan menda mo'ri bormi? Vujud bormi deganni o'ylashdimi, o'ylashmadi. Shundoq. Uygun yana deydi, o'sha ijodiyat to'g'riliq. Stadion emas, ijod maydoni. Sorun topolmaysan chapqining bilan. Ba'zan she'rlarni yozibsan yaxshi, qanoat hosil qil, topqining bilan deydi. Bu ijodiyat maydoni desa, ma tantarbiya o'yin ko'radigan maydondagi biletni olib kirib oldida o'tirolma deydi. Unda ish emas. Sen qon, ter, emgak qilgandek yetdi. Bo'g'diqamningki she'riyat haqidagi bayonlari menimcha bizniki shu adabiyot bilan shug'ullanayotgan havaskorlarga nurg'un ilhomlarni berdi deb o'ylayman. Shuna birga ularga tirishish nuqtasini ko'rsatib berdi. Cümleden menmu Bo'g'diqamning so'zlaridan nurg'un ilhomlarni oldim. Men fikrlarga keldim. Shunga Bo'g'di Abdulla apandimningki bugungi o'z hayot kechirmishlari she'riyat haqidagi nuqtai nazarlarininki bizning yoshlarimizningki o'ylanish va tafakkurni yangicha nuqtaga yetaklashini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar soni ko'rishaylik.